imom Darimiy, imom Ahmad rahimahumullohlar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytibdilar: qiyomat qoyim bo'lganda Alloh bandadan birinchi so'raydigan narsa nima bilasizlarmi dedilar. Dunyoda qilgan ishlar ichida, dunyoda qanaqa ishlar qilib o'rganmiz Xudo biladi. Dunyoda qilgan amallarning ichida Alloh taolo hisob kitob qilganda birinchi hisobni boshlaydigan amal nima bilasizlarmi dedilar. Allohu va rasuluhu alam, Alloh va uni payg'ambari biluvchiroq. Ya Rasululloh, o'zingiz ayta qoling, bo'lmasa eshitinglar. Inna awwala ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati min amalihi. Qiyomat qoyim bo'lganda bandani Alloh huzurida javobga tortilib hisob kitob qilinganda, har bir qilgan ishiga javob beradigan fursat yetganda, qiyomatda birinchi bo'lib Alloh uni salatuhu, namozidan so'raydi. To'xta bandam, senga 80 yil yoki 70 yil yoki 50 yil yoki 40 yil umr bergan edim, birinchi namozdan gapir, 5 vaqt namozni o'qiganmisan vaqtida, shundan gapir, keyin boshqa hisobga o'tamiz der ekan Alloh. Birinchi namozdan so'ralar ekan qiyomatda. Boshqa narsani qo'ying, birinchi namozdan so'ralar ekan. Bundan 10 yil oldin bir voqea bo'lgan. Bir akamizni 22 ga kirgan qizi o'tib qolgan. Mana hayotiy narsani aytyapman, bo'lgan voqea. Bir kuni tong saharda bomdoddan keyin yig'lab keldi. Eshigim taqillatib. Keyin chiqsam shu odam, ko'zlarida shashqator yosh, "Tinchlikmi, nima bo'ldi? Keling aka" desam, qizlari vafot etganiga 1 oydan o'tgan edi. Qizlariga janoza o'qigan edik. Qoraka dedi, bugun hozir tong saharda tush ko'rib, bomdod o'qib, chopib ko'z oldingizga keldim dedi. Nima bo'ldi desam, qizim tushimga kiribdi. Xasta bo'lib, bemor bo'lib, 2 yil yotib olib, shu bilan vafot etib ketgan qizi. Ha endi tushga hamma inson kiradi, bir eslagan. Yo'q, siz meni jiddiy eshiting qoraka. Tushimga qizim kirdi, ma'yus. Nima bo'ldi qizim desam, indamadi. 2-3 tushimda so'rayapman. 2 marta, 3-marta so'ragandan keyin qizim men tomonga bir qarab, ma'yus, g'amgin holda aytdi: "Otajon, Alloh mendan hamma amallarimdan so'radi, eplab-seplab javob bera olmadim. Ammo 5 vaqt namozni nima o'qimading dedi, hech bir uzr topolmadim" deb yig'ladi deydi. Mana bo'lgan voqea. Namozdan o'tsa, u yog'idan Xudo o'tishga yordam berar ekanda azizlar. Mana Rasulullohning hadislari. Meni gapim emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadislari. Birinchi bo'lib Alloh qiyomatda namozdan so'rar ekan. Hazrati Jaloliddin Rumiy namoz o'qiyotib, qaltir qilib ko'zlaridan yoshlar tomar ekan. Alloh taoloning vahdoniyati, qiyomatdagi holatlar, mana shuni bayoni haqida Qur'on shu tilovat qilyotib, shundaqa bir holat bilan namoz o'qir ekanlar. Namoz o'qiyotib Xudoning ishqida, Allohning haybatidan, xushidan ketgan zotlar bor azizlar. Biz bunaqa namoz o'qiy olmayapmiz. Orzu, qani endi shunaqa namoz o'qisak. Namoz o'qiganda masjid bilan bozorning o'rtasida devorlar buzilib ketsa, buni bilmaganlar bor. Hozir tiling etib telefon jizillasa hayolimiz chachiladi. Masjidni devori buzilib ketsa bilmay namoz o'qigan zotlar bor. Namoz o'qib turib oyog'ini sonidan kessa bilmagan zotlar bor. Urvat ibn Zubayr radhiyallohu anhu namozi shunaqa namoz o'qigan. Biz shunaqa harakat qilaylik, shunaqa namoz o'qishga azizlar. Hayolimizni bir joyga qo'yib, fikrimizni bir joyga qo'yib, Robbimizga ibodat qilayotganimizni his qilib, Allohning uyida turayotganligimizni his qilib, Alloh bilan, Robbimiz bilan, bizni yaratgan zot bilan nola qilib, roz aytib gaplashayotganimizni his qilgan holatda ado qilishga harakat qilaylik. Hazrati Jaloliddin Rumiy bir kuni qishda
u zotga eng yaqin zot rivoyat qilgan bu rivoyatni ko'zidan oqqan yosh soqolini uyutib, soqolida dona muz bo'lib qatib qolganda ham bilmagan ekanlar. Shunaqa namoz o'qir ekanlar. Rasulullohning alohida namoz o'qiganlari ham shunaqa namoz o'qiganlar. Oysha onamiz aytganlar, uyda alohida namoz o'qib bo'lsa shunaqa uzoq sajda qilardi. Shunaqa uzoq sajda qilardi Rasululloh, hatto yomon fikrlar ham hayolimga kelib qolardi. Qabzi ruh bo'ldimikin, yo Rasululloh sajdada o'tib qoldimikin degan gumon keladigan darajada shunaqa uzoq sajda qilardi Rasululloh. Shunaqa uzoq ruku qilardi Rasul alayhisalom. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot, jannatda eng ulug' maqom va'da qilingan zot Parvardigorga shunaqa uzoq sajda qilar ekan azizlar. Xudoyim hammamizga shunaqa rohatni o'zi nasib aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.